Peygamber şkolada ayollar bo'lyapti. Ya'ni bir vaqt zamonayam lekin 11 ta ayollari bo'lyapti. Shu 11 ta ayolini qatorma-qator sanab bering. Aqlar. Aytasiz, siz boydan aytyapsiz, aytyapsiz bo'ldi. Xo'p, saytma qarayapsiz. Ko'prog'ini, ya'ni 6 tadan ko'pini aytsa qabul qilamiz. Qator bilan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Aytingchi. Qator bilan aytsangiz yaxshi bo'ladi. Oysonamiz. Xo'p, kattalar javob bermayotgan kattalar bormi? Bu yerda chap tarafda bir akamiz qo'l ko'tardi. Turibamizmi? Hozir akamiz ko'raylik. Hamicha olamiz. Cevap veriyorsun ya. Hasan olamiz. Akamiz ko'proqga javob berdi. Tartibini ham to'g'riroq aytib, akamizga beramiz. Xo'p, bir seriya sanab beraman o'zim. Birinchisi hammamiz bilganidek Hadicha roziyallohu anha uylanganlar. Hadicha roziyallohu anha vafot etgandan keyin hozir aytib o'tdik, Savda bint Zam'a degan Kim o'tirishgan? So'ng Oysha roziyallohu anha uylanganlar, to'rtinchisi Hafsa roziyallohu anha uylanganlar. Beshinchisi bo'ladigan bo'lsa Zaynab bint Huzayma. Xo'p, undan keyingisi Ummu Salama deganiga, undan keyin Zaynab bint Jahsh, undan keyin Juvayriya, undan keyin Ummu Habiba, undan keyin Sofiya, oxirida Maymuna onamizga uylanganlar. Akamiz tartibini ham to'g'riroq, ko'proq sonini aytib shunga berdik. Boshqa savol beramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratdan ixtilofli qavmlarida asosida 1 yil yoki 5 yil yoki 5-6 oy oldin Isro Me'roj voqeasi bo'ladi. Isro Me'roj voqeasi bo'lganda payg'ambarimiz Makkadan Qudsga borib, bu yerdan ko'tariladi va bu yerdan osmonlarga chiqib boshlaydi. Shu yerda osmonlarga chiqqanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlar bilan yo'liqadi. 7 osmonda bir qancha payg'ambarlar bilan yo'liqadi. O'sha payg'ambarlarni sanab berish kerak. Qaysi osmonda qaysi payg'ambar bilan? Sog'amiz kattaroq savol. Xo'p, aytamiz. İkincisiga chiqqan Musa alayhissalom. Uchinchisi Zakariya alayhissalom. Zakariya alayhissalom. Uchinchisiga? To'rtinchisiga chiqqan kimlar? Yusuf alayhissalom. Beshinchi osmonga chiqqanda Idris alayhissalom. Idris alayhissalom. Oltinchisi Xo'p. Yana javob beradiganlar bormi? To'liqlab. Javob berganlar javob bermay turamiz. Qolganlardan olmasini. Javob berasiz. Telefondan foydalanmaymiz, vaqtdan foydalanamiz. Telefonni qarorimiz. Javob berasiz. Birinchi osmon Alloh alayhissalom. Ikkinchi osmonda Iso alayhissalom. Uchinchi osmonda
Nabi Yusuf Aleyhisselam.